Turk sultonlarining sevimli taomi Iskandar kabobligini bilarmidingiz? Qani shu taomni tayyorlaymiz. Bismillah deb yuvilgan go'shtimizni yupqa parrak qilib to'g'raymiz. Skavorotkaga yog', saryog' solib, qizdirib, to'g'ralgan go'shtimizni solamiz. E'tibor qiling, go'shtimizni qizartirib olmaymiz, ya'ni usti ko'richka bo'lib qolmasin. Shu joyida yurakchani qizartirib, turk taomlarini sevadigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Endi ovqatimizga qaytamiz. Go'shtga solinadigan ziravorlardan solib, aralashtirib, tuz solamiz, 2 osh qoshiq tomat solamiz. Taomlarga tomat ishlatganda albatta ozgina shakar solishni maslahat beraman. Taxirini oladi. Krishkasini yopib 10-15 minutga dimlab qo'yamiz. Orada ovqatni yoniga suzmasini tayyorlaymiz. Suzmaga quritilgan rayhon, tuz, bitta zubchik chesnokni ezib solamiz. Suv solamiz va hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Endi go'shtimizga tomat so'ki yoki oddiy qaynagan suvdan solib, yana 25-30 minutga dimlab qo'yamiz. Past olovda yopgan nonlarni to'g'rab olamiz va boshqa skоворodkani qizdirib, saryog'da nonlarni ikki tomonini qizartirib olamiz. Go'shtimiz ham tayyor bo'ldi. Idishga avval nonlarni solamiz, ustidan go'shtlarni solamiz va yoniga suzmadan solamiz. Juda ham mazali bu taomdan siz ham o'zingizni sultoningiz uchun tayyorlab bering. Turk taomlaridan qaysi birini yoqtirasiz? Kommentariyaga yozib qo'ying. Ketkizgan vaqtimiz barchamiz uchun manfaatli bo'lsin.